Yangi O'zbekistonda inson qadrini yuksaltirish, ayniqsa xotin-qizlar va bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. So'nggi yillarda oilaviy nizolarning oldini olish, jabrlanganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish borasida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Qonunchilik bazasi mustahkamlanib, profilaktika, reabilitatsiya va himoya mexanizmlari yangi bosqichga ko'tarildi. Bu jarayonda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi ham faol ishtirok etib, xotin-qizlar va bolalarga nisbatan zo'ravonlikning oldini olish, huquqiy savodxonlikni oshirish va profilaktik tadbirlarni kuchaytirish yo'nalishida qator tashabbuslar ilgari surmoqda. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi Farovon oila loyihasi doirasida o'tkazayotgan uchrashuvlar aholiga ochiq muloqot maydoni yaratib, mavjud muammolarni o'rganish va amaliy yechimlar ishlab chiqishga xizmat qilmoqda. O'rta-Chirchiq tumanida mazkur loyiha doirasida tadbir tashkil etildi. Uchrashuv davomida zo'ravonlikka qarshi kurashishning huquqiy asoslari, amaliy mexanizmlar, oilaviy zo'ravonlikning oldini olish bo'yicha milliy tajriba atroflicha muhokama qilindi. Bugungi tadbirimizdan asosiy takliflar shundan iborat bo'layaptiki, bugun yana nima qilishimiz kerakki, buni masalan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish profilaktikasi bo'yicha qonunchilikni qaysi takliflar bilan boyitishimiz mumkin yoki bugun qaysi zo'ravonlik shakllari ko'proq bo'layapti aynan shu hududda yoki mamlakatimizda yoki butun dunyoda va deyarli hammani fikrlarini eshitdik va bugungi kunda ham seminar trening tarzida olib o'tildi. Ya'ni o'sha tazyiq va zo'ravonlikdan demak aziyat chekkan xotin-qizlarimiz ham qatnashdi. Ular ham o'zlarining fikrlarini aytishdi va oilaga tayyorgarlik masalalari qanday bo'lyapti? Mana shu savollar bizni ko'proq qiziqtirdi. Mutaxassislar tomonidan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini erta aniqlash, profilaktika choralarini kuchaytirish, jabrlanganlarga ko'mak ko'rsatish, reabilitatsiya ishlari, shuningdek oilaviy zo'ravonlikning iqtisodiy oqibatlari kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. Prokuratura va ichki ishlar organlari vakillari esa nazorat mexanizmlarining bugungi holati va samaradorligi haqida ma'lumot berishdi. Bu tazyiqqa, zo'ravonlikka tushgan ayollar, bolalarni qanday himoya qilish yo'llari, qonun doirasida himoya qilish yo'llarini mana prezidentimizni mana shu oxirgi farmon qarorlarida ishlab chiqqanligi to'g'risida tushunchalar berdi. Biz mana psixologlar maktabda faoliyat yuritayotgan, ularning hammasiga yaxshi qo'llanma bo'ldi deb o'ylayman. Juda ham yuqori saviyada o'tdi, hamma o'z fikrlarini bildirishdi. Bugungi tadbirdan biz juda ko'p narsalar oldik. Bularda bizga bergan ochiq muloqotdagi savol-javoblari bizni hayotimizda fuqarolar bilan, ota-onalar, o'quvchilar bilan ishlashda juda ham qo'l keladi deb o'ylayman. Tadbir yakunida ishtirokchilarning savollariga javoblar berildi. Amaldagi muammolar yuzasidan takliflar bildirildi hamda mahallalarda profilaktik tadbirlarni kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Biz zo'ravonlikka qarshimiz aksiyasi doirasidagi ushbu ochiq muloqot xotin-qizlar va bolalar xavfsizligini ta'minlash, huquqiy madaniyatni oshirish, davlat va jamoatchilik hamkorligini kuchaytirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi.